ey qobil sher, bilgin buyuk el yurt sha'ni, tushingda ham vatan deb yon, haqni tani, o'rningdan tur, qalamingni yurgiz qani, bu dunyoga uxlash uchun kelmagansan. Bog'cha bolasini, maktab bolasini tilini keltiradigan, so'z boyligini oshiradigan birinchi o'rinda she'r turadi. Men ham qayerda bo'lsa Anvar Obijonni oldiga borib yangi she'rim o'qib berardim. Hatto yodimda qulog'iga ham o'qib berganman avtobusda. Shu Hazrat Navoiylar paytida aruz vaznini, shu g'azal vaznini bilgan insonlar davlat ishiga juda ham oson olingan. Bir chiroyli bir kelinlarni sepiga o'xshagan bir haligi sovg'abob holatda bemalol kiritish kerak shu kitoblarni. Chunki yo'lda ketayotganimda xayolimga kelgan nomni yozib qo'yganman. 50 ga yaqin nomlar to'plangan. Nega endi o'tinga buncha ilhaq boqamiz? Qo'rqmang, o'tin tugasa she'rlarimni yoqamiz. Hozir Akadem nashrida buvamning oshqozonidagi mamlakat kitobini davomi chiqyapti. Shundan boshlaylik. Qanaqa bu kitob ikkinchi qismi g'oyasi o'sha boshdan bormidi yoki kitob ommalashgandan keyin paydo bo'ldimi bu fikr? Shular haqida bir to'xtalsangiz. Qo'limga olib gapirmoqchiman. O'zi ko'pchilik mana adabiyot darslarida o'qiyapmiz. Yozuvchilar yozadigan, ya'ni kelajakda yozadigan asarlarni hattoki reja qilib, birinchi, ikkinchi, uchinchi qismini yozaman deb hattoki xarita tuzib ijod qiladigan ijodkorlar borda. Lekin nima deydi, haddan bitta qolipga tushilavermaydi. Bu kitobning yozilishi umuman boshqacha bo'lgan. Mana misol uchun buvamning oshqozonidagi mamlakat degan nom shu birinchi bo'lib ko'nglimizga kelganda juda ham haligi o'zim hayratlanganman. Ya'ni boshqacha bir haligi his kelgan va o'zim jahon adabiyotida, o'zbek adabiyotida bunaqangi nima deydi, nomdagi, bunaqangi g'oyadagi asar bormi deb qidirganman va o'zimga haligi noodatiy tuyulgan. Birinchi haligi yozilish tarixini aytyapman. Bundan keyin o'zimni juda ham bir shu badiiy asarlarda juda yaxshi tushunadigan, juda ham bir to'g'ri bir farqlaydigan yaqinim onam bor. Onamga mana shu kitobni nomini aytganman. Onam ko'p aytdim bu gapimni, mana shu nomni eshitgandan keyin o'tira olmay qolgan. Hali uni ichidagi g'oyalari, fikrlari, mana hozir aytganingizdek davomi, bu narsalar umuman u paytda bo'lmagan. Ya'ni mana shu nomini o'zigina bizni oilaviy qiziqtirib qo'ygan. Keyin bu kitobni o'zi men shu kitob yozishda, ijod qilishda o'zimning bitta qoidam bor. Shu ustozlardan, ulug'lardan o'rganganmiz. Doim kitobga bir pokiza bir niyat bilan, pokiza bir holatda yondoshib va albatta doim dadamning duosi bilan. Yodimda bor, qo'limda ruchka, dadamga aytgandimki, dada duo qiling. Kitob boshladim. Shunda hech narsani o'ylamasdan, ya'ni keyingi qismi nima bo'ladi, keyingi bobi nima bo'ladi, bunaqangi savollar bo'lmagan. O'tirganim zahoti shunday quyilib kelgan. Nima deydi? Ba'zida shunaqangi bir holatlar bo'ladiki, yozishga ulgurmay qolasiz. Xuddi birov sizga qulog'ingizga aytib turgandaqa shunaqangi bir tezlik bilan yozasizki, shunaqangi bir holatda haligi bir nafasda o'tirib yozilgan bu kitob. Endi bu savolingizga keladigan bo'lsak, buvamning oshqozonidagi mamlakat asarining ikkinchi qismi yozilayotganda umuman hayolimizda bo'lmagan. Yozib tugatilgandan keyin ham hattoki bu kitobni men davomini yozaman degan fikr bo'lmagan. Lekin o'zim kitob sovigandan keyin, kitobni qo'yib qo'yganimdan keyin
bir muncha vaqt o'tgandan keyin kitobni qayta o'qisam davomi bor. Hatto buni o'sha yosh o'quvchilardan ham, yosh kitobxonlardan ham juda ko'p eshitdim. Juda ham ko'p maktablarda davomi nima bo'ladi? Bahodir mana shumli qilib shunday bir farzand bilan qaytib chiqdi. Baxtiyor nima bo'ladi? Ularning qismati nima bo'ladi deb juda ham ko'p gapirishdi. Lekin men bu kitobning davomini boshlab qo'ygandim. Bu kitob yozilganidan, chiqqanidan uncha ko'p bo'lmasdan boshlangan edi. Mana Akadem nashriga, o'zimizni qadrdon nashriyotimizga yana sodiq qolib topshirdik va shu ustozlardan, mana shu muharrirlardan juda ham bir haligi ijodkorni quvontiradigan gaplarni eshitdik. Chunki yozuvchi odam birinchi bo'lib shu nashriyotdan kutadi. Chunki har kuni tahrir ishlari bilan, har kuni kitoblar bilan shug'ullangan bu odamlardan, haqiqiy olim insonlardan birinchi haligi e'tirofda, birinchi kitobingiz haqida gapni eshitish bu juda ham bir muhim narsa. Xudo xolasa bu kitob chiqqanda o'zi muxlislar o'zi bahosini berishadi. Sodda qilib, qisqa qilib aytganda, bu kitobni rejali haligi dastur bilan yozmaganman. Shunday haligi quyilib kelganda yozilgan. Bu qismida Bahodir bilan Baxtiyor ikkita qalbga sayohat qilishsa, ikkinchi qismida 4 ta qalbga sayohat bo'ladi. Lekin bunga o'xshab keng to'xtalilmagan, qisqa. Lekin ba'zi bir qahramonlar bor. Mana misol uchun agar qarshi bo'lmasangiz sal ochib qo'yaman. Juda ham bir haligi maddoh bir shoirni ichki olamiga sayr qilishadi. Ana shu joyda biroz qolib ketishadi. Chunki uni olami qiziqroq va bu ikkinchi qismida yana bitta ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak deyman. Ayollarni ham qalbiga, ichiga, ko'ngliga nazar tashlanadi. Ya'ni bo'lib ham oddiy ayol emas, shu kamchiligi bor, qusuri bor, bolalarga shu nimanidir o'rgatmoqchi bo'lganmiz bu orqali. Menimcha bu qizlarimizga ham ko'proq qiziq bo'ladi. Buvamning oshqozonidagi mamlakat. Keyin mana bizda o'sha Akadem nashrida O'tkirjonning 10 ta o'rdak ukasi, Tolqon Botir asarlari chiqyapti-da. Hozir ham mana shu kitob do'koniga kirgan xaridorlar sizni kitoblaringizni o'qiganda sherigini turtib qo'yadi yoki bir qiziq nom uchratganni nima deydi, emotsiyani bildiradi-da birdan. Endi bu kitoblaringizga bunaqa qiziq nomlar tanlash masalasida. Bu kitoblar o'zi birinchi nom bilan tug'iladimi yoki keyinchalik jarayonda nom topiladimi? Juda ham kerakli savol berdingiz. Men kitobni agar ikki mush deb oddiy sodda qilib bolalarcha qilib aytadigan bo'lsam, bitta mushi kitobning nomi bo'ladi. Men uchun shunaqa. Ayniqsa bolalar adabiyotida kitobning nomi juda ham muhim bo'ladi. Har bitta mana shu uchala kitobni qisqa aytadigan bo'lsam, bu kitobda birinchi bo'lib nomi kelgan. Mana hozir aytdim. Nomidan keyin kitob yaratilgan, kitob tug'ilgan. O'tkirjonning 10 ta o'rdak ukasida birinchi g'oya tug'ilgan. Shu sandiqqa qamalib qolib, sarguzashtlar boshdan kechirishi, buni tagida shu o'zini qavmiga xiyonat qilib, juda ham bir katta bir xatoga yo'l qo'yib qo'yadi. Vatanga bir sodiqlik degan bir katta g'oyalar bor. Bolalarda mana besabrlik degan, haligi sabrsizlik degan bitta katta bir illat bor. Bu hammada bo'ladi. Hammani bolaligida bo'ladi. Mana shu illat ikkinchi qismida qalamga olingan. Bu kitobni yozilish jarayonida kelgan nomi. Tolqon Botirni bo'lsa, buni alohida aytishim kerak. Chunki sizning savolingiz alohida shunga qaratildi. Talabalik paytimda boshqa kitoblarga qaraganda Tolqon Botir juda ham uzoq vaqt yozilgan. 1 yil atrofida yozilgan. Qayoqqa borsam, Toshkentga safar bilan kelamanmi, yo u paytda Andijonda o'qirdim.
doim sumkami bir chekkasida Tolqon Botir yurardi. Ya'ni o'sha qo'lyozmalari qachon bir mavrid topsam, bo'sh vaqt topsam, Tolqon Botirning ustiga o'tirib qahramonlar bilan yashardim. Avtobuslarda hatto o'zimni o'zim kulib o'rganman bir marta, chunki o'sha Xurrak polvon degan bir qahramonimni aynan o'zini ko'rib qolganman. Xuddi shu ta'rifdagi insonni. Endi buni nomiga kelsak, Tolqon Botirning nomi ham bizni juda ham qiynagan. Ishonsangiz, o'nlab, 20lab, balki 30lab nom tanlangan. Agar hozirgi savolingizdan kelib chiqsak, hammasi qiziq nomlar. Hammasi qiziq, bolaga bir kayfiyat beradigan nomlar. Yozib yo'lda ketayotganimda xayolimga kelgan nomni yozib qo'yurganman. 50 ga yaqin nomlar to'plangan. Keyin shularning ichidan bittasi Tolqon Botir tanlangan. İnsonlarning taqdiri ham har xil bo'lgani singari, kitoblar taqdiri ham har xil bo'ladi. Qaysi birigadir boya aytganimdek o'zidan oldin nomi keladi, qaysigadir juda ham qiyin keladi. Xullas juda ham qiziq jarayon. Xo'p, qoliplarga sig'maydi. Tolqon Botir qaysi nomni yenggan? Baribir oxirida ikkitasi chiqadi-ku finalga. O'sha qaysi nom bo'lgan? Xo'p, finalda o'zi bizni Yozyovonda eski haligi shaldiroq bir traktorlarni patpata deymiz. Shahardagilar tushunmas, lekin bizni qishloqqa borganda ana patpata kelyapti desangiz, shu eski bir shaldiroq bir traktor ko'z oldimizga keladi. Mana shu narsa meni ko'p qiziqtirgan. Chunki Tolqon Botirda ham mana u yasagan samovar samani ham shu bizni patpatadan qolishmaydi-da. Patpata mingan Tolqon Botir, mana shunaqangi nomlar. Shu ham esimda, hozir esimga kelyapti. Hammasi qiziq nomlar. Oxiri keyin bitta xulosaga keldik. Tolqon Botir. Buni o'zi nima deydi, yangi nom. Ham milliylik bor u yerda. Agar kitobni o'qimasdan odam bir urib tolqon qiladi degan ma'noni topishi mumkin. Yo bo'lmasa shu o'zbeklarning tuyib yeydigan tolqoni. Haqiqiy menimcha o'ylaymanki, milliy nom bo'lgan. Asarlaringizni umuman yozayotganda bolalarga mos qilishdagi eng katta mas'uliyat nima? Bolalarga mos bo'lish uchun bolalar bilan ko'proq gaplashib turishingiz kerak. Ya'ni tilingiz ularning tili bilan teng turishi kerak. Keyin buni yozuvchilar tushunadi. O'zingizni tilingiz bo'ladi baribir. Mana shu yerda turgan har bitta ijodkorning, yozuvchining o'zining tili bor. Mana shu tilni har doim ham o'sha yozuvchilar topa olmaydi. O'zining tilini hattoki. Masalan, bitta romanga o'tirayotganda o'zining tili bilan yozib ketish uchun ham tayyorgarlik kerak odamga. Shuning uchun bu asarlar tili katta tayyorgarlik bilan, katta bir xulosalar bilan tanlangan. O'zidan o'zi bu tilga to'xtalmagan. Men yo'nalishim shu, meni ijod qilishdagi haligi nima deydi, usulim shu. Shu o'zimni tilimga yaqin bo'lgan, o'zimni tilimni shakllantirgan kitoblarim bor. O'sha jahon adabiyotida Astrid Lindgren, mana shunga o'xshagan bir kitoblarni o'qib olamanda o'zimni tilimni yana bir eski olib olaman. Bo'lmasa odam gazeta o'qiydi, bu kitobni o'qiydi, bu kitobni o'qiydi, o'zi bilmagan holda o'zining tilidan chiqib qoladi. Shunaqa paytda odam o'zini haqiqiy tilini sekin bir yodiga olib olish kerak. Bu endi xos yozuvchilarga xos bunaqa javob, ijodkorlar tushunadi buni. Shu kitoblaringizni, umuman asarlaringizni ekranizatsiya qilinishini xohlarmidingiz va qaysi asardan boshlagan bo'lardingiz? Xohlardim. Mana shu qarashimga ham bir to'xtalmoqchiman. Chunki hammani o'zini qarashi bor, o'zini qarichi bor. Gabriel Garcia Marquezga savol berishgan. Shu Yolg'izlikning 100 yili asaringizni
kino qilmoqchimiz deganda unamagan. Hatto juda katta gonorarni ko'tarib shu rejissyor oldiga kelganda hatto shuni ham rad etgan. Oddiy qo'l qo'yib bersa bo'ldi deydi. Nima uchun deyilganda javob berganki, men bu bilan kitobxonim, o'quvchim bilan o'rtamga sovuqchilik tushirib qo'yaman. Ya'ni o'sha biz bilgan dunyoqarash. Meni qahramonimni meni nazarim bilan ko'rsin degan gap bor. Lekin men bugungi mana shu bolalarning ichida, bugungi o'zbek kitobxonlarining ichida yurib bir xulosaga keldimki, kitoblar kino bo'lishi kerak. Agar mana shu Chumolilar saltanati degan kitob kino bo'lmasa, Erkin Malik ustozimizning shu asari kino bo'lmasa, shu bir misol uchun Adham degan bolani olaylik. Shu bola butun umr yashaydi, 40 ga kiradi, 50 ga kiradi. Shunday bir ajoyib kitobni o'qimay o'tib ketadi-da, agar kitobxon bo'lmasa. Lekin televizor degan bir matoh bor hammaning uyida. Mana shu narsa bilan bu kitob kirib borishi mumkin. Bu yerda ijodkorning maqsadi nima deydi? Meni maqsadim masalan ichingizda mana doim aytaman, odamning ichida, ijodkorning ichida suv bo'ladi, ma'rifat suvi bo'ladi. Men shunday tushunaman. Buni yetkizish kerak. Tamam, uni roman qilib berasizmi, qissa qilib berasizmi, she'r qilib berasizmi, kino qilib berasizmi, multfilm qilib berasizmi? Men mana shu kitoblarimni multfilmlar ko'rinishida, kino ko'rinishida bolalarga yetib borishni istardim. Chunki kitob o'qimaydigan bola kitob o'qiydigan bolalardan ko'ra ko'proqda bu jamiyatda. Men shularni ko'proq o'ylab, hamma shu kinosini bo'lsa ham ko'rsin, salgina bo'lsa shu ta'sir olsin degan naqam bor, tushuncham bor. Lekin boya aytganimdek Markesni fikrida ham jon bor, unga ham qo'shilaman. Lekin baribir kitoblar, asarlar baribir ekranlarga ko'chirilishi kerak. Bolalar ko'proq qanday qahramonlarni yaxshi ko'radi deb o'ylaysiz? Bu zamon bilan bog'liq. Mana masalan oldin juda ham qahramonlar sodda bo'lgan. Agar siz hozir mana shu zamonda o'sha piyozni, pomidorni, oshqovoqni qahramon qilib oladigan bo'lsangiz, bolaga unchalik qiziq tuyulmaydi. Bolalarga telefonlar qiziq, robotlar qiziq. Bolalar ilm fan bilan yashayapti mana. Koinot qiziq. Bolalarga qiziq qahramonlar mana shu bolalarni davridan qidirish kerak. Ijodkor davrga moslashishi kerak edi. Adabiy tanqid va baholarga qanaqa qaraysiz? Siz masalan maqtovlar bo'lishi ham mumkin, tanqidlar bo'lishi ham mumkin. Endi mana bu alohida bitta mavzu. Men kitobni yozgandan keyin chekkadagi odamga aylandim-da. Men nima deydi? Xuddi o'zingizni bir farzandingizdek narsa bo'lib qoladi. Uni kerak joyda himoya ham qilish kerak. Kerak joyda o'sha nima deydi? Unga omadi uchun kerak bo'ladigan ishlarni ham qilish kerak. Chunki farzandingiz uchun nimalar qilmaysiz? Lekin men doim aytaman, agar kitoblarga masalan Buvam Noshqozondagi mamlakat bo'ladimi? Juda ko'p uchrashuvlarda yoshlar bilan juda ziyrak o'quvchilar ko'pda. Bu joyda bunday debsiz. Bundan nima nazarda tutgansiz? Shu yozilayotgan mahal har bittasi chig'irg'idan o'tkazilgan. Ya'ni demoqchimanki, har bitta so'ziga, bu joydagi har bitta qahramonga javobi bor. Shuning uchun shu paytgacha Xudoga shukr haligi nima deydi, bir qattiq bir tanqid, unaqangi bir narsa eshitmadik. Tushunmagan joylari bo'lsa aytib, tushuntirib berilyapti. Shunday tanqidni to'g'ri qabul qilaman, lekin agar to'g'ri aytilgan bo'lsa, to'g'ri aytilmagan bo'lsa tushuntirib qo'yiladi. Bolalar adabiyoti maydonda qanaqa ko'rasiz o'zingizni? Yolg'izmisiz? Atrofdagilar qanaqa harakat qilishyapti va siz ularni ham kuzatib borasizmi? Ularning ijodiga fikrlaringiz qanaqa? Bolalar ijodkorlar bilan doim aloqadamiz. Mana bugun Saida Rashidova ismli bir ijodkor opamiz bor. Bugun shu bilan
ijodiy bir muloqot qildik. Hali bir hafta bo'lib bo'lmadi, ustoz Erkin Malik 2 soatdan ortiq bir suhbat qildik. Juda ham bir maza qildim. Erkin Malikdan hamma narsani olsa bo'ladi. Ijodingizga doir, hayotingizga doir hamma narsani. Bir daryo inson. Sadullo Qur'onov bo'ladimi, G'iyosiddin Yusuf bo'ladimi, yoki Dilnavoz Najimova bo'ladimi, Dinara Mo'minova, juda ham ko'p atrofimizda ijodkorlar. Doim ular bilan ham fikr, ham nafasmiz. Bir-birlarimizga tortinmasdan kitoblarimizga fikrlarni aytamiz. Loyihalarda birgamiz. Mana yaqinda juda ham bir katta loyihalar boshlandi. Shu Dilnavoz Najimova o'zlari boshqarib turishibdi. Shu guruhda ham ko'p ijodkorlar jamlangan. Shu guruhlar, mana shu loyihalar, buyurtmalar bolalar ijodkorlarini doim birlashtirib turibdi. Bolalar she'riyati haqida qanaqa fikrdasiz? O'zingiz yozib turasizmi she'rlar? Ba'zi e'lon qilib turasiz o'sha Facebookda. Ularni ham alohida kitob qilish niyatingiz bormi yoki kitob bo'lib chiqqanmi? Agar 2019-yilga qaytiladigan bo'lsa, meni faqat shoir deb qabul qilish mumkin. 2-sinfdan qo'limizga qalam olgan bo'lsak, shu 2019-yilgacha faqat she'r yozganmiz. To'g'ri, orada bir quloqli qo'zichoq degan bir qissa ham yozilgan, lekin asosiy qismi she'riyat bo'lgan. Meni ham bir nima deydi, ko'nglimdan o'tkazganim mana shu kitoblarni ustoz Anvar Obidjon ko'rmadi. She'rlarimizni doim ko'rib, quvonib gapirardi. Doim nima deydi, she'ringni o'qi. Men ham qayerda bo'lsa Anvar Obidjonning oldiga borib, yangi she'rimni o'qib berardim. Hatto yodimda qulog'iga ham o'qib berganman avtobusda. Haligi shovqin bo'ladi-yu. Shunaqangi bir she'riy alinaqa bo'lardi. Bolalar she'riyatimi yoki bolalar she'riyat? Faqat bolalar adabiyotida ijod qilib qolmayman. Kattalar adabiyotida ham, kattalar she'riyatida ham she'rlar yozib turaman. Agar qarshi bo'lmasangiz o'qib berishim mumkin. Albatta. Bu yangilik bo'ladi, premyera deydi-ku. Kattalar adabiyotida uyni isitish degan she'r. Bu she'rni ozgina haligi yozilishini aytib beraman sizga. Onamni haligi beli og'rib, bemor bo'lib yotib qolganda hamma ish menga qolib ketgan. Sigir sog'ish, non yopish, xamir qilish, hatto o'rama, manti yoyish, hatto qarindoshlardan kelinlar aytishganki, Qobiljon bizdan ko'ra yaxshi yayadigan bo'lib ketibdi. Bizdan yupqa yayapti ekan. Bu ham bitta hikmat bor ekan. Talabalikda umuman qiynalmadim. Va mana shu jarayonda kechqurun ijod qilardim. Bir ko'nglimga bir she'r keldida, haligini yozib shu tepaga qo'yib qo'ydim. Ertalab tursam, onam haligini o'qib yig'layotganiga ko'zim tushdi-da, sekin ko'rpani yopib yana bildirmaganga oldim. Xuddi o'sha she'rni o'qib beraman hozir. Doktor aytgan ekanki, uyni yaxshiroq isitinglar. Qancha uy issiq bo'lsa, shuncha haligi tezroq tuzaladi deyishgan ekan. Shunga men akam bilan uyni isitishda bo'lishib olganmiz. Kechqurun men, kunduzi akam. Kechqurunni ham tanlash sababi bor. Ijod qilasiz, tinch bo'ladi. Shu she'rni o'qib beraman. Uyni isitish. Pechkani yoq akajon, ayam tezroq tuzalsin. O'tin keltir singiljon, nega buncha cho'zilding? Istimangiz yo'qmi tag'in, qo'lni bering kaftimga. Minga kirib iloyim yuravering baxtimga. O'tinni ko'proq solsam, buzilmasin felingiz. Sog'aysin deyman xolos og'riyotgan belingiz. Pechkani yoq akajon, tezroq tuzalsin ayam. O'tinni ko'proq soling yanayam. Nega endi o'tinga buncha ilhaq boqamiz? Qo'rqmang o'tin tugasa,
she'rlarimni yoqamiz. Kelmagansan degan she'r. Bu she'r o'zim uchun bir madhiya sifatida doim eslab yuraman. Gul yuzni deb mushtlayverma bu ko'ksingga. O'tar dardga yig'lash uchun kelmagansan. G'am mehmonin boshlayverma bu ko'ksingga. Sho'rlik jonni tig'lash uchun kelmagansan. Noning bor-ku, tilayverma yana kabob. Tomog'ingdan o'tdi nima, suvmi, sharob? Yemoq nima? Tiriklikka jo'n bir sabab. Faqat qorin to'qlash uchun kelmagansan. Mehnat nomli tandiringga alanga ber. G'ayratingni mushtmas ketmon dalanga ber. Qalb kuchini sarfla, ana qalamga ber. Quvvatingni saqlash uchun kelmagansan. Oynalarga uzoq boqib qad rostlading. Bo'yinboqni o'ngga chapga ko'p sozlading. Ha deb yechib kiyaverma liboslaring. Matolarni taxlash uchun kelmagansan. Ey qobil she'r, bilgin buyuk el yurt sha'ni. Tushingda ham vatan deb yon, haqni tani. O'rningdan tur, qalamingni yurgiz qani. Bu dunyoga uxlash uchun kelmagansan. Bolalar she'riyatdan ham eshitaylik endi. Bo'ldi, o'qib beramiz. O'choq boshidan xushxabar degan she'r. Qumg'on xola tutolmay qolgandi belin. Bugun o'g'li olib keldi shahardan kelin. O'zi juda xush surat, behad go'zalmish. Shaharlik bu kelinning ismi Tifalmish. G'alati kashfiyot degan she'r. Naq 5-sinfda o'quvchi bunyod yasaganmish tanlovga qiziq kashfiyot. Kashfiyoti tovuqmish, boshi temirdan, qolgan yeri tunuka, ko'zi ko'mirdan. Xislatki don yemas, ichmas ekan suv, ko'zin yummay tonggacha bilmasmish uyqu. Qizig'i bu ixtiro gapni uqarmish, chapak chalsang shu onda tuxum tug'armish. Qiziqqanlar bunyodni borsa axtarib, tavug'iga shu yo'sin berarkan ta'rif. Bunday tovuq yo'q do'stlar, Marsda yo Oyda, sotib olgan shubhasiz topibdi foyda. Agar xarid qilsangiz qo'yaydi aytib, tag'in bo'lib ovora kelmaysiz qaytib. Qaysarlanib tug'masa, kirmasa gapga, murvatini yaxshilab buraysiz chapga. Maslahatim unutmang qarsak chalishni va ichiga albatta tuxum solishni. Bolalar adabiyotida vatan masalasi bor. Abbosbek, bu juda ham bir jiddiy narsa, chunki agar faqatgina bolalar adabiyoti yumordan iborat bo'lganda buni masxarabozlikdan farqi qolmaydi. Mana sizni o'sha haligi yumorga boy gaplaringizni eshityapmiz. Buni tagida achchiq-achchiq haqiqatlar, achchiq-achchiq nima deydi? Jiddiy turib gapirib bo'lmaydigan gaplar. Agar bu gaplar jiddiy turib gapirsangiz odam urushib ketadi. Lekin kimlardir aytish kerak-da shu gaplarni. Mana shunaqangi jamiyatga kerak bo'lgan gaplarni nima deydi? Ziyoli inson sifatida mana shunaqangi bir haligi nigoh bilan yetkazyapsiz. Menga juda ham ma'qul kelyapti. Bolalar adabiyotida ham mana shu yumor masalasi albatta kerak, lekin boya aytganimdek eng muhim xislatlarni qo'shmasa bo'lmaydi. Xuddi shunaqangi she'rlarimdan ham bir ikkita o'qib bermoqchiman. Pingvin xolaning allasi. Pingvin bolasiga alla aytayapti. Vatan qayda? Sen bosgan aziz izingda. Vatan qayda? Ko'kda emas, sening o'zingda. Vatan nima? Onangning issiq quchog'i yoki sen yorib chiqqan tuxum po'chog'i. Yana bir she'r. Musichaning yozgan she'ri. Tovus aytdi g'o'ddayib, buncha ko'rksiz bu pating. Bedana der haliyam nonishoqmi ovqating? Biroz o'ksib o'yladim, o'zing kimsan hey tovus? Sim qafas senga olam, dengizing ham shu hovuz.
ko'zlama olifda bu savlatning qurug'in, yeganmisan umringda pechak gulning urug'in. Bedana voy sen ham ko'p ketaverma o'zingdan, qorning ja to'q bo'lsa ham quvonch yo'q-ku ko'zingda. To'rqovoqda yashaysan, kamlik sezmay tariqdan, lekin donlab kelib suv ichganmisan ariqdan. Kerak emas tilla don, rangdor pat qurib ketsin, erkinlikda nonishoq yeganingga ne yetsin. Mana shu bolalar she'riyati haqida gap ketganda men bitta savol qiynadi. She'riy kitoblarga qiziqish nimagadir pastda. Bizda she'riy masalalar bor. Yaqinda bir bola qidirib kelib, "Ha, bu she'riymidi?" deb olmasdan ketdi-da. Qanaqa qilib qiziqtirish mumkin yoki o'zi umuman bola she'r o'qishini qanaqa foydasi bor? O'qishi kerakmi? Buni men ham guvoh bo'lganman. Bitta bolani taniyman. She'r desa, hattoki qo'pol qilib aytganda shu ko'ngli aynib ketadigan darajada she'rni yomon ko'radi, she'riyatni yomon ko'radi. Lekin hayron qolasiz, shu qalin boshda ursa yoradigan kitoblarni shunaqangi qiziqib o'qiydi, romanlarni. Lekin she'riyatda mana siz aytgandek xuddi shunaqa. Endi bu insonning tabi bilan, tabiati bilan bog'liq narsa. Lekin she'riyatni o'rnini baribir hech narsa bosa olmaydi. Mana farzandli bo'lsangiz buni juda ham yaxshi anglab yetasiz. Maktablarga, agar bog'chalarga bir nazar tashlasangiz, bog'cha bolasini, maktab bolasini tilini keltiradigan, so'z boyligini oshiradigan birinchi o'rinda she'r turadi. 10 talab, 20 talab she'r yodlagan bolani qarasangiz, tutilmasdan gapiradi. Ular roman, qissalarni o'qishni bilmaydi hali. Demoqchimanki, har bitta yosh toifasiga kerakli bo'lgan o'zini janrlari bor. Albatta bolalar she'riyati kerak. Chunki mana o'zimiz ham qancha she'rlar o'qib katta bo'ldik, qancha yodlab katta bo'ldik. Bolalar she'riyatini yana bitta noyob, eng kerakli bo'lgan tomoni shuki, gapni qisqa, ko'p she'r yodlagan, ko'p she'r o'qigan bola gapni qisqa, tushunarli, lo'nda, aniq aytadi. Haqiqatdan ham men shuni guvohi bo'lganman. Ko'p she'r yodlagan, ko'p she'r biladigan bolalar fikrini juda ham ixcham bildiradi. Faqatgina nima deydi? Uni hali estetik zavq emas, o'zingiz bilmagan tomonda boshqa yuzlab bir ijobiy tomonlari bor. Bejizga Alish Hazrat Navoiy aytmagan o'sha 20 ming bayt o'zi yashab turgan ijodkorlarni bilmasa men shoir sanamayman deb ijodkorlarga shunaqa bir baho bergan. O'sha paytda shu Hazrat Navoiylar paytida aruz vaznini, shu g'azal vaznini bilgan insonlar davlat ishiga juda ham oson olingan. Nimaga desangiz, mana hozir mana shu nima deydi, yoshdagi bir aqlingiz bilan g'azalni o'rganib ko'ring. Juda ham qiyin. Uni hijolari, uni qoliplariga tushirish juda ham qiyin. Qarang, aruz vaznida, shu aruzda she'r yozadigan, haqiqiy qolipiga tushirib yozadigan odam, u oddiy odam bo'lmaydi. U juda ham bir ziyrak, zehnli, xotirasi, matematikani puxta bilgan, hamma tomondan bir mukammal odam bo'ladi. Bedizga o'sha paytlarda aruzni bilgan odamlar davlat ishiga olinmagan. Va bugun ham men shuni istardim. Qani endi mana shu ishga kirilayotganda, davlat ishlariga kirilayotganda albatta undan bir insho olinsa. Chunki o'zini mustaqil fikri bo'lish kerak va shu o'zi yodlagan she'rlardan so'ralsa. Nimaga deyilsa, buni ham men javobini ko'p o'ylab yuribman. Mana bugungi haligi zamonga, jamiyatga qarasangiz, ko'pchilik haligi darg'azab, nimadandir jahli chiqqan. Agar svetoforda yarim sekund shu skoris yarim sekund joyiga tushmasin, orqangizda urush boshlanadi. Aslida mo'min odam o'rnidan tushib, eshigingizni ochib, aka, yuragingiz joyidami? Biror narsa bo'lib qolmadimi deyish kerak. Lekin shunaqangi bir qizishib ketyapmizki, shunaqangi bir shoshib ketyapmizki,
shunaqangi bir darajaga keldi. Bu nimadan desangiz, mana shu she'riyatdan. Mana shu she'riyat qalbni yumshatib turadi. Ayniqsa bolalar adabiyoti, bolalar she'riyatida birorta tushkunlik yo'q, birorta g'am yo'q. Faqat yaxshilikni kuylaydi, qalbingizni yumshatib turadi. Bolalar she'riyati albatta kerak deyman men buni va mana shu nima deydi, imkoniyatdan foydalanib ko'proq chiqarishlarini, bolalarga ma'qul qanaqadir yo'lini topib bo'lsa ham she'rni berish kerak. Chunki buni o'rnini hech narsa to'ldira olmaydi. Romanning o'rnini she'riyat to'ldira olmagan singari buni o'rnini ham to'ldira olmaydi. Akadem nashrida boshqa bolalar uchun chiqargan kitoblarni ham ko'rib borasizmi? Kuzatib. Albatta. Akadem nashr juda ham kitoblarda, asarlarda tanlab, chertib albatta nima deydi, o'qisa bo'ladigan juda ham chiroyli kitoblar chiqaradi. Men mana shu Jajji akademik haligi turkumidagi kitoblarga alohida to'xtalgan bo'lardim. Buni shu Sanjar aka sovg'a qilishdi. Uyga borib bularni varaqlab bitta xulosaga keldimki, har bitta onani sondig'ida bo'lish kerak. Har bitta insonni, har bitta oilada misol uchun Qur'oni Karim albatta bo'ladi. Boshqa kerakli kitoblar bo'ladi. Lekin bolani dastlabki shu 10 yoshigacha dunyoni tanishi uchun kerak bo'ladigan haqiqiy bir boylik mana shu nashriyotdan chiqibdi. Qani mana shu kelinlar sepiga qo'yilsa, Abbosbek Akadem nashr kitoblaridan istardim men shuni. Ayniqsa shu bolalar adabiyotiga doir kitoblar yaxshi niyatda. Buni tagida ham bir yaxshilik bor-da. Kelajakda farzand ko'rsam, shu kitoblarni o'qib beraman degan bir yorug' bir niyat ham bo'ladi. Sizlarga shuni bir tavsiya ham qilgan bo'lardim. Bir chiroyli bir kelinlarni sepiga o'xshagan bir haligi sovg'abob holatda bemalol kiritish kerak shu kitoblarni. Chunki onalar ertaga farzand ko'rgandan keyin nima o'qitishni bilmay qoladi. Qayerga borishni bilmay qoladi. Kutubxonaga borishga vaqt bo'lmay qoladi. Vaqt bo'lsa tanlash kerak. Men mana shu sizlar chiqargan kitoblarda bemalol shu kelin boradigan joyiga birga olib borishini men istardim. O'zi o'qib borishi, ham farzandiga o'qib berishi juda ham yaxshi narsa bo'ladi. Bolalar dunyo qarashini juda ham kengaytiradigan kerakli kitoblar chiqqan. Malika Anisani maktabi haqida gapirsam, shu yosh bolalardagi eng ko'p tarqalgan illatlar, yolg'onchilik, tuhmat, bu narsani bolani o'tirib qulog'iga quyib bo'lmaydi aslida. Bu gaplarni aytishingiz bilan bola nima deydi, zerikishga boshlaydi. Lekin bu kitobda shunaqangi bir qiziq rasmlar bilan, voqealar bilan, shunaqangi bir qiziq holatda berilganki, qani mana shu kitobdagi 4 ta illat sizni bolangizda bo'lmasa, bu juda ham katta narsa. Agar mana shu 4 ta illat mana shu kitob bilan shu sizni bolangizdan agar chekinadigan bo'lsa, bu kitobning narxi oltindan ham qimmat bo'ladi. Shuning uchun men mana shu kitoblarni boya aytganimdek har bitta kelinni sepida bo'lishni istardim. Mana shu suhbatni ko'rayotgan ota-onalar uchun, bolalar uchun, o'smirlar uchun 10 talik reyting qilamiz. Siz shu bolalar va o'smirlar o'qishi kerak bo'lgan deb hisoblaydigan kitoblaringizdan reyting tuzamiz. O'zbek, jahon aralash, menimcha farqi yo'q, a? Farqi yo'q. 10 ta sanasangiz, balki o'sha qiziqib topib o'qishar. Tushunarli. Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu Jajji akademikda bitta sanayman. Bularni bittaga yurgizamiz. Bo'ladi. Birinchisi Jajji akademik turkumidagi mana shu kitobchalar, to'plamlar. Ikkinchisi ustozimiz Erkin Malik qalamiga mansub bo'lgan mana shu Chumolilar mamlakati, saltanati. Va ustoz Erkin Malikning Shaytonvachchaning nayranglari kitoblari. Seriyali bu 5 ta chiqdi.
bularni ham albatta bolalar o'qish kerak. G'iyosiddin Yusuf Go'zal xulqlar degan bolalarga juda ham bir kerakli kitoblari bor. Feruza Nazar Malika Anisaning maktabi, uyi bor mana. Sadulla aka Qur'onov Galaktikada bir kun, yo bo'lmasa agar jahon adabiyotidan bo'lsa men mana shu Mittovoy va tomda yashovchi Karlsonni juda ham yaxshi ko'raman shu kitobni. Nima qiladi bu kitob desangiz, bolani nima deydi? Shu qalbingizni yumshatib turadi-da. Juda ham qalbni yumshatadigan, sizni qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni bolalikka qaytarib, qalbingizni sekin o'zingiz bilmagan holatda yumshatib, shu bolaga o'xshatib qo'yadigan juda ham chiroyli kitob. 7-siga ustozimiz O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon qalamiga mansub Meshpolvon asari. 8-chi bo'lib ustoz Anvar Obidjonni O'g'irlangan pahlavon turkumidagi she'rlarni tavsiya qilaman. Tursunboy Adashboyev qalamiga mansub Orzularim qo'sh qanotim kitobi. 10-chi bo'lib Jonathan Swift qalamiga mansub Gulliverning sayohatlari romani.